First, we have the challenger from Uzbekistan, the celebrated Olympian and the former unified super bantamweight champion of the world, Murodjon MJ Salom alaykum bor oqibatda oxiridagi moddam xotirjam o'zbegim mani millatim donishmand devonxonam bu yerlarni kezdi bo'lib xaronaqli xarobotilar devonai mashoyix azdorlar ibn Sino bobolarim hazrati Naqshband darajati ulug'lar balogardonlar terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot hozirgi kunda ham noayyon pardafon endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim Ulug'bek bobom Shukur qilarim bor kecha-yu kunduz ota-onamning bergan tarbiyatini haqida ado etib bo'lmas ekan hanuz nechun ular bunday mehribon borliklari bir ulug' inom farzandining aybini yashirish va afv etishda bardafon chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan padar buzurglarimga ota bobolarimdan yaxshilik go'zal muomala halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu lekin avlodi Temuriy nasllar safar Mahmud fidokor adadim umuman olganda borimni hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod o millatim o'zbegim bilaman qadringni